Qiz bo'lib turganmisizmi? Молодец, sizga rahmat. Shunaqa sharmanda bo'laman, hech ham o'ylamagandim. Mana, xo'mash kimdami? Kim haqqi bor 20 ming so'm qo'yishga? Men uyalaman, ko'cha qo'ydi, u degan narsa o'tmaydi. Assalomu alaykum qadrli YouTube muxlislari. Bizning Donnoziki loyihamiz Jolonni urib davom etadi. Mana bugun yana o'ng tarafimda Shahzod Sultonov, chap tarafimda ladofatli aktrisa Zarina. Xudoning xush kelibsiz hurmatli. Boshlovchimiz siz o'zingiz xush kelibsiz. Biz bu ko'rsatuvda mezbonmiz, mejdiproch, dejurmiz bu ko'rsatuvda. Xo'p, shartimiz quyidagicha. Hozir Donnoziki o'ynaladi. Urf-odatimizga ko'ra. Shartimiz tushunarlimi? Men qo'rqmayman, любой payt men любой shartga anunda parkovkada 100 ming so'm olasan degan endi ham men olganman. Urishib bo'lsa ham olganman. Ana qahramon. Bo'lmasam faqat yutqizgandan keyin men uyalaman, ko'cha qo'ydi, u degan narsa o'tmaydi. Bolaga gap otib ko'rmaganman. Bitta narsa, agar shart bajaramasa nima jazo bo'ladi? Shtraf nima bo'ladi? Zarinaga marojnoy berasizlar. Marojnoy. bizga olib beradi. Marojnoy. Zarinaga marojnoy olib beradi. Marojnoy dema. Polvonni narxi oshmaganmi? 500 so'm hali. Agar bu chana qilmasa yerga ajimada. Mana, xo'mash kimdami? Nima qilasan agar shart bajara olmasa? Mana kimda? Men ajimaga boshqa qilmadim. Yo'q, mabodo shartni bajara olmasang, Bu bajaradi bu. Bo'lmasa, Donnozikini boshlaymiz. Har doimgidek 3 gacha, to'g'ri? Hamma narsa mana jonli, hech qanaqa bo'tanaqa yo'q. 1 2 3 don ziki. Bruno, Zarina. Don ziki. 1 don ziki. 2 1 don ziki. Nima bu? Don zikidan kelgan bu. Bu anu, nima deydi? G'urram style. To'yda bular ashulaga ketib qoladi, fonogramdan tushib qoladi deydi. Esiga tushib qolsa anaqa. Bular bo'ladi. So'z boshqa joyga ketib qoldi. Hofizadash, Hofizadash. 2 1. Aha. Don ziki. Don ziki. Don ziki. Boyaman shart o'ylab topdim. Shartni etish vaqti keldi. Naryoqda hojatxona bor, o'sha yerdan pul yig'asan. Nima unaqa shartlar bo'ladi? Yo'q, agar desam, bo'lmasam rozi bo'l, mabodo keyin safar menga shart yoqmasa, yutqizganimda men bajarmayman. Na unga ko'ngilsa, na bunga ko'ngilsa. Osonroq shart yo'q. Nimaga har doim uyaltiradigan shart ham bo'ladi? Bo'pti, oson shart aytaymi? Bo'ldi. Kech boraman rostdan, mana shu o'tda bitta 10 bola oshib olasan. Bo'ldi, bunda oson shart yo'q. Nima deb hozir? Ko'rib o'tirasan. Men ko'ynakdaligimni ko'rib turibsiz. Men bilmadim. Bo'pti, ko'ynakda sana Gusini shak qilib naryoqqa borasan. Bilasanmi balki? Unda o'tira olasan, to'g'ri? Молодец, sizga rahmat. Bo'lmasam, boyi shartni bajar. Judayam zo'r shuncha odam kutib o'tiribdi bizlarni. Bir kamir tualetdan pul so'rab o'tirishim qoluvdi. Nima qilasan? Bu shart shu bilan qiziq. Agar hamma shart oson bo'lganda edi, bu ko'rsatuv qiziq bo'lmas hech qachon. Men 100 ming so'm yig'gan, esingdan okasiga urushib ketganman bilan. Qachon men yutarkanman, mana shu odamni mana bir uyaltiradigan, mana shuni suvni so'q. G'urrom qilsang yutasan. G'urrom qilsang bilib qolamiz. Bunaqa do'ndi ziki qolganingda bilib qolamiz po'sti. Va qara boribsan, bundan pul so'rayman, anundan so'rayman demaysan, birinchi kelgan odamdan so'raysan. Shapaloq qilyapsan. Bilasanmi, sen Donnozikida qancha muxlislar borligini? Tualetdan pul so'rayman. Bizda bu yerda olam bor-da, ketarsan. Yoningda nima qiladi? Pul bering bu qizga deb turadimi? Bo'pti, ezorning kutib qolishdi, bor qil. Davay, bo'pti. Yur o'rtoq, olamiz. Sharmanda. Shunaqa sharmanda bo'laman deb hech ham o'ylamagandim. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hojatxona 20 ming so'm. Hojatxona 20 ming so'm? 2 ming so'm yozib qo'ygan-a? 20 ming so'm bo'ldi eski. U eskida, uni alishtirishimiz kerak. Hali 20 ming bering keyin. Ha, sizlarga o'xshagan shtriylar ko'payib ketdi o'zi. Voy, nima deganingiz? Bu shunaqa yozdirgansiz Toshkent City. Qiz bo'lib turganmisizmi? Nima yozishim kerak? Voy, 20 ming bering, keyin kiraverasiz. Bo'lmasa uyingizga borib kiring. 20 ming bo'lmaydi-yu, xo'ja. Nima 20 ming bo'lmas Ne bo'lib turibsiz o'zi? Chunki tualetga kirish 20 ming so'm, men so'raman. Qanaqa odam? Men o'sha yerga odamman. Qochi, 20 ming so'm bo'lmaydi-yu. Ne 20 ming so'm bo'lmaskan? Hozir siz Toshkent City'da Hiltondasiz.
Hilton'da siz chuvasmi shuni? Bu yerdagi odam qani? Manman o'sha odam. Menga 20 ming so'm bering, keyin kirasiz. Bu yerdagi odam qani? 20 ming so'm. Qarang, normalniy kiyinib olgan bola ekansiz. 20 ming so'm. Bo'pti, sizlarga o'xshaganlar 20 ming so'm berib yubormayapmi? Nima beramiz? Biz shu yerda ishlayapmiz-ku, ertalab keyin kechgacha sovqotib bo'lsa ham, sovida ham. Boshqa joyda kiradigan joy bor. Siz aldovsiz, boshqa joyda kiradigan joy bor-a? Yo'q, bu yerda kiradigan joy boshqa bor. Qachon bitta kirib chiqing. Yo, nima? 20 ming so'm berasiz, keyin kirib chiqasiz. Ey, kim bor ey? Ichkarida odam bormi? Ichkarida hech qanaqa odam yo'q. Chaqiring. Kimni chaqiraman? Kimni haqqi bor 20 ming so'm qilib qo'yishga? Oddiy hojatxona. Haqqimiz yo'q. Mana 2 ming so'm turibdi. Buni alishtirishimiz kerak deyapman sizga. Buni alishtiramiz, 20 ming so'm Bo'pti, bo'pti. Bitta kirib chiqib. Siz 20 ming so'm bering. Yo'q, kirib chiqqandan keyin beradimi? Yo'q, menga oldin berasiz, keyin kirib chiqasiz. G'alati ekansiz ancha. Nimaga g'alati bo'laman? 20 ming so'm bering. Okaga boring, kirib chiqing biz sizga aytamiz. Kirib chiqing, shoshilasiz, kirib chiqing. Baribir yopiq ekan. Bizga qarang, Donnoziki loyihasida mehmon bo'ldingiz. Mana kameramiz. Bu aktrisa Zarina Yo'ldosheva. Sizni tanidim. Ha, Shahzoda Sultonov YouTube kanaliga kirasiz, Donnoziki deb yozasiz. O'sha yerda qarang, rozimisiz? Sizga bijir qo'yaylikmi, qo'ymaylikmi? Qo'yib turaman. Ha, turaversinmi? Qarang, bari to'liq quloq ekan. O'zi g'alati bo'ldim, 20 ming so'm bo'lmaydi-yu. Bari quloq ekan. Voy, men urush tashallar. Xavotirim. Tanishlaringiz hamma o'rtoqlaringiz ko'ryapti, lekin baribir hojatxona yopiq ekanda. Nima bo'lsa ham. Bizlar nima deydi, vaqtingiz olib qo'ymadi-ku. Odam bor deb o'yladim men. Yo'q, yopiq ekan. Assalomu alaykum hammaga, yaqinlarim, tanishlarim. Addishi salom. Kutmagan lekin 20 ming so'm birinchi marta-da. Qanday narsa bo'lmagan. Albatta ko'ring, YouTube'ga kirib o'zingizni. Bersangiz nima bo'ladi? 20 ming so'mlik qizdim men hozir. 20 ming so'm baribir bermas edim lekin. 20 ming so'm chunki bermaganman-da hali. Menga qizga bersanchi, Naryo tarafli hojatxona ochib bo'lishi mumkin. Mayli, charchamang. Shoshib turganda shoshmay qoldi lekin. Tushunmay qoldilar de. Berdi, o'zi rozi bo'ldi, to'g'rimi? O'zing rozi bo'lding hammasiga. Chunki men ham bilaman, ikkinchi safar yutqizib qolarlar balki. O'shangizda kimga yoqqan bo'lsa bu videomizni kommentariyada yozib qoldiringlar. Like, podpiska bosishni esingizdan chiqarmanglar. Agar like, podpiska zo'r bo'lsa, keyingi davomini ham olamiz. Zarina 10 bola oshadi mana shu asfaltda. Mayli, sizlar uchun keyingi qismini ko'rsanglar agar. Bo'pti.